Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Men keyingi zakazlarimizni ish jarayonlarini mana videoda ko'rsatib qo'yamiz. Ko'pchilik ish jarayonlarini ko'rsatinglar deydi. Mana katta eshigimiz bular. Samarqandga qilganmiz bularni. Samarqandga olib borib o'rnatib beramiz. Mana ko'rsatishlar eshiklardagi mana ish jarayonlari mana kraskalar sotilyapti bular oq. Mana kvadrati 1.300.000 so'mdan. Mashlarni mana vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish, ustunovkasi ichida bo'ladi 1.300.000 dan. Daho Samarqandga, yana buni qilyapti Samarqandga yo'l kirasini beradi, olib borib o'rnatib beradigan bo'ldi. Mana bularlarda ham eshiklarimiz, xudo xolasa. Mana romlarimiz, mana shagird bola qochib yuribdi. Shagird bola katta ustov ketgan bo'ladi. Mana ish jarayonlar, mana oqlarimiz shular bo'ladi. Ularga oynalarni hammasini qo'yib, mana oxiri hozir pardozlar hammadan chiqdi, kraskasi sachilib, lakini sassak. Mana bu katta eshigimiz. Mana bu yerda ham mana shukurka qilishib, pardoz qilishyapti. Mana romlarimiz bor. Romlarimiz. 4 qanotli romlar. Bular oq kvadrati 1.300.000 dan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish, ustunovka hamma yo'q ichida bo'ladi. Osha-mosha, zamok, oynaga ichida bo'lyapti mana oqlarda. Bular atklatganlik deb qo'yadi bularni. Mana boshqa har xil ranglarda mana cho'qqolarimiz bor. Bu yerga lax sachib qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Ularning kvadrati 700.000 so'mdan olib borib o'rnatish, ustunovka hamma yo'q ichida bo'ladi, vodiy bo'ylab. Oyna, zamoga, osha-moshalar 3 tadan bo'ladi. Mana reyka to'qiladigan reykalarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Romni qanotlari. Mana romlarimiz o'rtada bitta qanot ochiladi. Mana romlarimiz achva fasonda bo'ladi. Mana 4 burchak. Mana o'rtada bitta qanot ochiladi bular. Bu yerda ham eshiklarimiz mana presdan chiqqan eshiklarimiz bor. Mana kraska bo'lib uji tayyorlanyapti. Mana ham mana tutgan eshigimiz bor. Mana ish jarayonlari shu, do'konimiz shu yer. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa eshik rom kerak bo'lsa, oqmi, ko'hmi, mokrimi, shokoladni svetdami kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Elni xizmatidamiz. Mana O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish, ustunovkasi ichida. Qanaqa razmer desanglar, shunaqa katta qilib razmerlarni chiqarib beraveramiz. Mana bemalol qilinaveradi. Romlarimiz mana shu eng kichkina romimiz 800.000 dan tortib ko'tarilaveradi. Eshiklarimiz ham shu eng kichkina eshigimiz 2 kvadratdan chiqadi. 2 kvadratdan boshlab ko'tarilaveradi eshiklarimiz ham. Yoqqan bo'lsa bitta like papkiga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.